Assalomu alaykum, mana brilliant kuzatuvchilarim. Bugun biz Muradis, ya'ni dunyoni mashhur qilgan, dunyoga ko'rganingizda shokoladni ko'rasiz, lekin bu O'zbekiston ishlab chiqarilgani bilarmidinglar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Zaynab, rahmat. Hozir endi biz tashkilotga olib keldingiz. Bu nima, u tashkilotmi, bu sexmi? Bizga ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta. Bu bizani Muradis qandolat mahsulotlarini ishlab chiqaradigan seximiz. Manzilimiz O'rizorda joylashgan. O'rizor mahallasida. Aynan shu joydan biz butun dunyoga o'sha tarqatish bilan oboramiz. Demak, kichkina ko'ringandan kichkina ko'ringan, lekin butun dunyo zabt etdinglar, xudo xolisa. Shunaqa. Endi ko'rsatamizmi? Albatta, yuringlar. Qani ketdingizlar uchun birinchi intervyu bo'lyapti menimcha. Muradis hali hech kim ko'rsatmaganmidi? Yo'q, hali hech kim ko'rmagan. Birinchi bo'lamiz. Kelinglar. Qani bismillah. Vau, mashalloh. Tashqaridan ko'ringanda, ana uyga o'xshaydi, oddiy, lekin ichkari zamonaviy. Shunaqa. Fabrikamiz shunaqa. Mana ko'rib turgan mahsulotlar, mana qaranglar. Bu shirinlarni bilganlar biladi. Chet eldan kelgan mehmonlarimiz buni sirasi ko'rib, mazza qilib yesa kerak. Narxlari ham hamyonbop edi. Albatta. Mashalloh. Endi qayerga tashrif beramiz? Qayerga ketamiz? Yuringlar. Kelinglar, sizlarga ko'rsatib ketaman. O'zgacha interyer, o'zgacha dizayn. Albatta. Shu joyda biz mahsulotlarimizni ishlab chiqaramiz. Hozirda hamma bolalarimiz obedga chiqib ketishgan. Ko'rib turganingizdek, mana bu bizning yangi mahsulotlarimiz. Hozir Rossiyaga tayyorlayapmiz. Demak, Makisdan tug'ilib keyin ketishar ekanda. Shunaqa. Shu yerda ishlab chiqarib, mana Rossiyaning o'z zakazlarini как раз tayyorlayapmiz. Shunaqa ko'rinishda. Alohida korobkalar bilan qaranglar. Rossiyada yeganlar mana shu mahsulotni bormi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bir-biridan go'zal desa ham bo'ladi. Vau, har bittasi did bor. Albatta. Молодец. Buni ko'rgan odam Dubaydan kelyapti deb o'ylaydi. Dubay shikoyatini shartmas ekan. O'zimizda Muradis bor ekan deydi. Shunaqa, xudo xolisa dunyoni zabt etadi hamma yo'ni. Nega O'zbekistonda kam unda? Faqat dunyo zabt etib bizdan O'zbekistonga. Asosan urg'uni shu eksportga berganmiz. Eksportdan juda katta talab bo'lgani uchun biz ishlab chiqarishimizni hozir fokusimiz faqat o'sha yerda. O'zbekistonga ham beringlar, to'g'rimi? O'zbekistonga ham boshladik, xudo xolisa mana ishlab chiqarish ham ob'yomimiz kattalashdi. Bolalar ham ko'payishdi. Xudo xolisa O'zbekistonda ham har bitta viloyatimiz 12 ta viloyat bo'lsa, 12 ta viloyatda o'sha o'zini distribyutorlari butun viloyatga o'zini regioniga tarqatishni boshlashdi. Chunki men o'zim haqiqatda aytaman, O'rizorga kelgandan keyin Muradis borligini bilganman. Haqiqat ko'rmaganman, bilmaganman. Lekin mahsulotni yeb ko'rganda Dubay shokoladga o'xshaydi, lekin narxlari hamyonbop, mazasi zo'r edi. Albatta, biz sifatga birinchi o'rinda qaraymiz baribir. Chunki mahsulotning ko'rinishi chiroyli bo'lgani bilan ichida ham baribir chiroyli bo'lishi kerak. Mahsulotning o'sha sifati bitta yeganda keyin safar yana o'sha Muradisdan olay deydi. Yana bitta olay deb yana bitta olay yoki ozgina olib kel yoki bolam yoki o'g'lim olib kel deb tashna qilib baribir uydagilar ham onaxonlar, misol uchun ota-onalar baribir yeyisi keladi uyda o'tirganda. Navarlari bilan misol uchun o'tiradi deydi. Xo'p, bitta savol keldi. Shu yerda turgan instrumentlar, asboblarga qaraganda boshqa ishlab chiqaruvchilardan nima farqingiz bor? Xo'p, biz endi birinchi o'rinda aytganimdek sifatga birinchi o'rinda qaraymiz. Sifatga qaragandan keyin o'sha boshqalar bilan shu tomonlama ham baribir raqobatlasha olamiz. Biz hozir Rossiya davlatiga ham mahsulotlarni olib kirishni boshladik. Birinchi partiyani biz o'tgan oy chiqazdik. Hali bana bir oy ham to'liq bir oy bo'lmasdan o'sha ikkinchi partiya, ikkinchi boshlasini zakaz qilyapti, xudo xolisa. Bu degani nima degani? Rossiya bozoriga kirish o'zi birinchidan qiyin juda ham. Mahsulotimiz yoqdiki, yana zakaz qilyapti. To'g'ri, chunki Rossiyani o'zidan biz qancha shokoladlarni zakaz qilamiz. Rossiyani o'zi shokoladga boy davlat bo'lsa, o'zini ishlab chiqaruvchilari bor. Lekin aynan bizlarni ham mahsulotga qiziqish bildirgani uchun biz yana ham buni ustida ishlayapmiz. Xo'p, demak yangi yildan yana kutib qolamiz. Albatta, xudo xolisa. Endi bu yerda hamma narsa, bu yerda asosan shokoladlarni qandolat qilasizlar. Albatta. Shunaqa korobkaga taxlab, keyin ketar ekan egazlariga.
Bu asbobimiz qanaqa? Nima ishlab chiqaradi bu? Bu shu ko'rib turganingizdek mahsulotlarimizni o'rab ishlab chiqarishni mana shu yerda bo'ladi. Naridan misol uchun mana bitta mana mahsulot tushadi, ichiga kirib, aylanib, etiketkaga aylanib chiqib keladi. Bu apparatimiz ham xuddi shunaqa. Nechta xodim bilan ish bilan ta'minlagansizlar? Hop, bizning xodimlarimiz bir 30 tadan oshiq. 30 ta xodim bilan shuncha dunyo zabt etyapsiz. Shunaqa. Endi u ham hozir yana qo'shimcha ketyapti, ko'payishib. Endi xudo xolisa kelajakda buyuk planlarimiz bor. Katta zavodga xudo xolisa ko'chish. Men ham hozir ketidan yuribmiz. Nasib qilsa xudo xolisa katta zavod bo'lamiz. O'sha ancha bu egalladinglar, xudo xolisa dunyoni egallashligiga ishonaman deydi. Talabga qarab bo'lyapti hammasi. Inshaalloh. Xullas, bu ikkinchi tashamas. Bizlarni ko'rib turganinglardek, hamma mahsulot muradisni ko'rib dedinglar, mana sizlarga ko'rsatib ketamiz. Shunaqa. Sexlari biram shiramgina ekan. Endi hozir bu yoqdan keyin qayerga boramiz? Hozir biz Muradisni turli joyga tashrif buyurdik. Ya'ni bu yerdan chet el hamkorliklari kelishadi. O'zingiz ham chet el hamkormisiz yoki Muradisni ishlamoqchi bo'lsangiz, shu yerga kelasiz. Ko'rganingizda, "Vau, xo'da, men birinchi marta kiryapman." Sizlar uchun hamma sharoitlar bor. Kelib, mo'jiza qilib qo'ygansizlar. Voy, alohida bayroqlar ham bor ekan. O'zbekiston bayrog'i, Muradis bayrog'i, har bitta mahsulotdan bu yerda ko'rgazmadi-ya? Shunaqa. O'xti, masalloh. Buncha chiroyli. Qaranglar, hammasi did bilan qilingan. Bemalol sarpabob yig'sa ham bo'lar ekan-da tovarlarni. Hamma shirinlik, sladki deydi. Mana sizlarga Muradis arzon. Hamma Dubayga yopishyapti. Shunaqa. Mana qaranglar, chiroyliligini ko'rsatib ketding. Vo, hamma mahsulotdan kuchini ham ishlab chiqarasizlar. Pecheni vaflilarimiz ham bor. O'xti. Ya, ma'lum faqatgina shokolad, asosiysi bunaqa narsalar bor ekan. Shunaqa. Chiroyli. Bu yerda nima ko'ramiz? Kamerada. Biz bu yerda misol uchun mijozlar kelishadi chet davlatlardan qiziqish bildirishganda biz mahsulotlarimiz haqida misol uchun informatsiyalarni mana shu o'zida mijozlarga ko'rsatib beramiz. Kataloglarimiz bor misol uchun. Zo'r ekan. Shu joyda prezentatsiya qilib ko'rsatib beramiz. Davay menga ko'rsatib bering. Endi keyingi agar prosmotrimiz yaxshi bo'lsa, layklar ko'p yig'sa, layklarni ko'proq yig'sa, men ko'rsatib beraman. Alohida kelaman, tashrif buyuraman. Ko'rsatib berasiz. Bo'ladi. Sizdan so'rayman, siz bu yerda nima lavozim bilan faoliyat olib borasiz? Men lavozimim bu yerda ham rahbar yordamchilariman. Keyin eksport bo'yicha mutaxassisman. Shu chet davlatdagi mijozlar bilan gaplashish, ular bilan shartnomalar tuzish, dokumentatsiya ishlari bo'yicha, keyin buyurtmalar tushganda ularni обработкасы bo'yicha, buyurtma tushgandan keyin misol uchun uni baribir kontrol qilish kerak. To'g'ri. Sifati bo'yicha ham, yig'ish bo'yicha, soni bo'yicha, keyin misol uchun chet davlatlar nima desamki, muddat bo'yicha ular jiddiy qaraydi. Bugun berdimi, menga misol uchun o'sha qachon qilib berasan deb bitta muddat aytadi. Kelishib olganimizdan keyin o'sha muddat bo'yicha qilib berishimiz kerak bo'ladi. O'shalarni baribir nazorati, shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullanamiz. Demak, kerakli muhim odam ekansiz, xursandman. Demak, kelib ko'rsatib ket. Hammasini endi bittadan men yeb ko'rsam zotidan. Albatta. Alohida uncha kontent qilyapman sizlar uchun. Har bitta mahsulotni chesni yozib beraman. Bemalol. Har bittasini bittadan yeb ko'ramiz, qani? Marhamat. Agar pochatka bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Xo'p. Xo'p, tashrifkansiz. Muradis, o'zingiz hammasini yeb ko'rganmisiz? Hammasini yeb ko'rganman. Men birga yeymiz. Hammasini chesni yozib beramiz. Har bittalar borsa yeb ko'ramiz. Boshlaylik. Bismillah, qani? Sizga bunisi. Ishtik. Buni ovozini, vau. Vau, chiroyli ekan ko'rinishi. Bismillah. Shokoladi zo'r. Qo'ydim. Qora shokoladli. Qo'y. Yana kengisi. Bularni beramiz. Xullas, katta qaytayotgan bo'lsangiz ham kelib bemalol yeb ko'rib, mazasiga o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Albatta. Chiroyliligini qaranglar. Bismillah. Yumshoq chiqadi. Qo'y. Men qizil yaxshi ko'raman qizil. Sizga kerakli. Ko'rishdik. Alohida bemalol. Bu haqiqatan shokolad zo'r. Aytdim, o'zingizga sifatga qaraymiz. Unaqa bo'ladi, ko'nmaydi. Yeganingizda yopishib qoladi, uzrga baholanib yopishib qoladi. Bitta yeysizda, keyin boshqa yegingiz ham kelmay qoladi. Lekin bu shunaqa.
Hammasi boshqacha mazali. Tanlang. Maysal. Qidir edim. Bunaqasini ham yeb. Bunaqasini yeb qo'ydim. Kaliforniya. Voy, mana qaranglar. Kimlarga o'xshaydi? Ha, kimlarga o'xshaydi? Kimlar kichkinasi kerak bo'lsa, lekin mana sizlar uchun. Haqiqatdan ham kimlarga o'xshaykan. Ko'mami qaranglar. Voy, bo'lsa kimlar ekan bu? Shunaqa. Kinder mazali bu. Vafli pechenyelar mana yeb qo'ying. Vafli pechenye. Sizga ham yarmini beraman. Yeb ko'ring-chi qani. Biz bilamiz. Endi siz bilan birga yeb ko'ramiz, Sheribab deydi. Bu mazasi zo'r. Честно aytaman, zo'r. Nimani mazasi bu hozir? Shokoladli anaqa pechenye, Anaqa mix bu. Mix. Молодец. Kimdan chiqmaydi bu? Albatta o'zimiz texnologik rahbarlardan chiqaydi. Qo'yili zo'r chiqarib qo'yishdi lekin jonga ham tegmaydi. Mazasi zo'r. Choy bilan maza qilamiz. Biz rostdan haqiqatdan ham o'zimizni maqsadimizni qadriga yetmayotgan ekanmiz. Uzr. Vaflidan yeb qo'yamiz. Haqiqatdan ham. Endi bildingizmi nimaga eksport bo'layotganini? Nimaga eksport, nimaga Rossiya deylar. Butun dunyo tanlayotgani bu vaqtda endi bildim borib. Oqa kokosli. Buni ham. Kokosmi bu? Kokosli. Wow, haqiqatdan kokos mazasi. Bu oddiy vaflida farq qilar ekan. Farq qiladi. Haqiqatdan mana yeb ko'raylik. O'zini ham deb berolmoqchi edim Xristaga. Yo'q, haqiqatdan kokos mazasi kelyapti deb massa qilgisizlar. Massaga zo'r ideyalar kelyapti demanda deb. Shu mahsulotdan zo'r narsalar qilish kerak. Bu big boy. Aytdim, chet elliklar nimaga bo'lar ekan? Ular nima yeyishi? Biladi. Biz ham xuddi Dubayskiga deb olib qolamiz-ku. Dubaydan keldi, Dubay shokoladi qimmat ekan, 500 ming, 560 ming deb. Mana o'zimizga. Rahmat. Qaranglar buni. KitKatga o'xshab ketadi, anaqa ko'rinishi. Ko'rinishi KitKatga o'xshaydi. Mana qarang ichini. Bu ma'muladan boshqacha u. Farqi bor. Farqi bor. Har bitta vkusi farqi bor, ishoninglar. Wow. Siz ko'ramiz. Chiroyli ko'paydi. Aralashib ketdi. Mana ham chiroyli taxlab qo'yibsizlar. Endi kelgan mijozlarga baribir ko'rsatish kerak bo'ladi, ko'rgazma. Kelgan odam baribir vkus bilan tanlaydi. Hozirgi paytda oldin mana bizlarni ota-onamiz aytib beradi, bularimiz oldin mahsulot soni kam bo'lgan-ku, shukur qilib hammasini olishgan. Hozirda odamlarni tanlovi boshqacha bo'lib ketibdi. Hammalar o'zi sifat bo'lyapti. O'zi odamlar hozir oddiy narsaga rozi bo'lmayapmiz-da. To'g'risi. Rozi bo'lmayapmiz, hammasi zo'r bo'lishi kerak, eng yaxshisi bo'lishi kerak deb o'ylab o'tiramiz. Alohida murabbiysi bayrog'i ko'rdinglarmi? Meni qasini faqat berasiz. Bularga hammasi mazasi va shu zo'r gap yo'q. Xo'p, bundan ham yeb ko'rsangiz bo'ladi. Ishoninglar, lekin o'zim unaqa shirin ko'rmasdim, lekin mazza qilib yeyapman. Unaqa shirin ko'p yemayman, lekin murabbiyskini yeb ko'rgim keldi, chunki bu yangi ta'mda, odamlarga. Yangi ta'm. Ham. Xo'ja. Wow. Yaxshi ko'rgan insonlar yarmini bo'lib bersanglar bo'lar ekan. Romantika deydi. Romantika. Bundan boshqacha, boy degan tuxum bundan boshqacha edi. Bir-biridan farqi bor. Demak, bekordan bekorga shu tanlashmayapti ekanda. Aytgancha, nechta davlatlarga o'zi eksport qilamiz hozir? Xo'p, bizada xudo xolasa 7 ta chiqdik, 7 tadan уже oshmon biza. Chunki hozir yana переговорlar ketyapti. Xudo xolasa arab davlatlari bilan. Nasib qilsa o'tgan jo'natamiz mahsulotlarimizni. Demak, hozir bitta Rossiya qo'shilgan yana ikki hafta. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Xitoy, Mongoliya. Shu davlatlarga eksport qilamiz. Manda aytgancha, Qozog'iston degansiz yaqinda adajonim bilan film o'qish bo'yicha Qozog'istonga borib kelishdi, film o'qish bilan jo'natdi. Ishonasiz, bitta futbolka olib keldi-da.
Rossiya zo'r ekan, qachon zo'r bitdim, xudo qarsam Madina O'zbekistonda. Voy domla bizani davlat boshliq ishlab chiqarayotganini hamma bilayotgan ekan debchi ko'rdim. Bizaniki demak eksport uchun alohida zo'r yondashar ekan dedi ama. Demak sizlar ham polni eksport uchun bekor ishlamayapsizlar. Eksport uchun baribir alohida urg'u beriladi, birinchi o'rinda sifat. Endi biz faqat eksport emas, o'zimiz ham bozorga ham boyga yetib o'tganimdek 12 ta viloyatga o'sha distributsiyani yo'lga qo'yamiz. O'sha eksport bo'layotgan mahsulotlarimiz o'zimizning viloyatlarda ham butun viloyatda tarqaladi, xudo xolasa. Qo'yil. Endi shu 12 ta viloyatga tarqatishimiz kerak. Chunki bu bezori viloyatlarimiz ko'proq bizda ko'radi, kuzatishadi. Ishlamoqchi bo'lsanglar, albatta murojaat qilsanglar bo'ladi. Hozirgi kunda biz o'sha distributorlarni qarab переговорlar o'tkazyapmiz. Agar kim misol uchun qayerda ishlayman deydigan bo'lsa, bemalol kelsa bo'ladi, gaplashib ko'rib, qanaqa mahsulotli. Tем более sizlarga bitta maslahatim, bu mahsulot sizni uyaltirib qo'ymas ekan. Bemalol yesanglar bo'ladi. Mayli bitta savol bersam, mana mashina kilosi nechadan chiqadi? Misol o'zimizni solishtirish uchun odamlarga. Endi kilosi narxi bo'yicha men hozir bir narsa deya olmayman, chunki biz har bitta mijozga individualni yondashamiz. Demak, hamma uchun har xil. Shunaqa, O'zbekiston uchun misol uchun qaysidir viloyatlarimiz uchun har xil narx beriladi. Eksport bo'yicha ham misol uchun Rossiyaga yoki misol uchun o'zimizning qo'shni davlatlarga ham boshqacha narx beriladi. Hammasi individualni hisoblanadi. Demak, shart-sharoitdan kelib chiqqan holatda narx belgilaysiz. Yo'l uzoqligi, qisqaligi, hammasini inobatga olamiz-da biz. Demak, hamma uchun bir xil emas ekan. Bemalol kelasizlar. Viloyatda yaqin demak arzonroq bo'ladi. Chunki sizga dastlabki xizmati yaqinroq. Uzoq bo'lsangiz sizga shunaqa yana ham arzon qilib beradi. Menimcha yo'l hisobiga, yo'l hisobiga bemalol olsangiz bo'ladi. Muradisi mahsulotlar bilan tanishishga tayyormisiz? Sizlar uchun qaranglar, ko'rgan odamchi buni sifatini ko'rib ham baho bera ketadi. Qaranglar, har bitta mahsulotga alohida urg'u berishar ekan. Demak, sizlar uchun sifat birinchi o'rinda ekan. Birinchi o'rinda. Albatta, bu mahsulotlarimizni ustki ko'rinishida ham, ichki ko'rinishida ham alohida o'zini mutaxassislari ishlaydi. Dizaynerimiz ham misol uchun o'zidan o'zi dizayn qilib o'tirmaydi. Albatta, hamma bilan birgalikda. Biz misol uchun ofisda majlis o'tkazamiz, dizayn tomonlama qanaqa ishlasak bo'ladi, bozorlarda misol uchun qanaqa talablar bo'lyapti, qanaqa ko'rinishga, sifat bo'yicha qanaqa talab bo'lyapti, hammasini birlashtirib, keyin o'sha dizaynlarni ham mahsulotning anaqasini ham ishlab chiqaramiz. Misol uchun, mana bizning mahsulotimizni korobkani ustki ko'rinishida ichida qanaqa mahsulot borligini ham ko'rishingiz mumkin va orqasidagi misol uchun ma'lumotlari o'sha o'zini standart, eksport standartiga mos keladigan ma'lumotlar kiritilgan. Demak, hamma QR kodi, yaroqlilik muddati hammasi Yevropa standartlariga mos qilingan ekan. Shunaqa strix kodlari bor. Keyin misol uchun bilsangiz, eksport qiluvchi o'sha chet davlatlarida ba'zi bir davlatlarda endi uni aytib o'tmayman, ularda messenjerlar ishlamaydi, WhatsApp, Telegramlar ishlamaydi. Даже ishlasa ham, lekin ishonch bildirmaydi u narsalarga. Asosan bizani o'sha ishonchimizni hosil qilish uchun, ular bizga ishonish uchun biz veb-saytimizni ham ochib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana veb-saytlari bor hammasida. Sizlar ham bemalol kirib, baho berib, zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, yozsangiz bo'ladi. Albatta. Tez javob berishadi xolis. Bundan tashqari misol uchun biz mijozlar bilan переговор o'tkazayotganimizda yoki qanaqadir buyurtmalar kelib qoladigan bo'lsa, biz asosan pochta orqali gaplashamiz. Chunki pochtada уже hech qanaqasiga hech narsani o'chira olmaysiz ham, o'zgartira olmaysiz ham. O'sha ba'zi bir mijozlarimiz o'sha jiddiy baribir yondashadi bu narsaga. WhatsApplarda yoki Telegramlarda siz xohlagan paytingiz yo'q, biz tarafdan yo'q, yo'q tarafdan o'chirib yuborish mumkin. Pochtada unaqa narsa yo'q. Mana hozirda ham misol uchun Rossiya bilan o'sha ikkinchi buyurtmasini faqat o'sha pochta orqali gaplashamiz. Birinchisida ham shunaqa edi, ikkinchisida ham xuddi shunaqa pochta orqali buyurtma beryapti. Biz hozir uni обработка qilyapmiz. Demak, aldanib qolmaslik uchun bular to'g'ri yo'l tutishgan ekan. Hozirgi paytda kibr jinoyatlar ko'payib ketyapti. Telegramdan yozishadi, sizni bo'lib, yoki pul so'rashyapti, u narsa qilishyapti. Lekin sizga pochta eng to'g'ri yo'l. Yozasizlar, muradisi rahbariyatiga bemalol kelib, mahsulotlarni eng zo'r narxidan olsangiz bo'ladi. Meni kuzatuvchilarim uchun sizlardan skidka so'rayman. Chunki men har bitta borgan joyimga iloji boricha skidka qilib, chunki xalq mazza qilsin degan holatda. Mendan kelgan kuzatuvchilarim uchun sizlar chegirmalar qilib bera olasizlar, to'g'rimi? Albatta, muammosi yo'q. Demak, bemalol kelib foydalansangiz bo'ladi. Endi hozir har bitta mahsulotni ko'rsatib ketaman. Keling, operatorimiz ko'rsatinglar. Baflilar.
Man qaraylar har bittasi bafli, chiroyli shokoladlarni qarang, korobkali. Bemalol qodajonlarimiz kelib, xarid qilsanglar bo'ladi. Sarpo uchun eng zo'r tanlov. Hamma ko'rganda mana Dubaydan keldi, Yevropa mahsulotlari deb o'ylashadi, lekin bu o'zimizning mahsulotlarimiz. Mahsulot brend qo'yayotgandan oldin har bitta inson o'ylaydi, nimaga bu mahsulotni brend nomini qo'yyapman? Dunyo talabiga javob beradimi? Qanaqadir maqsad bo'ladi. Nimaga aynan Muradis? Muradis esa asosiy kelib chiqishi bu yerda ikkita aka-ukani nomiga mo'ljallangan. Xolmurod va Elmurod. Murodlar bo'lgani uchun oxirida ham ikkita S ko'rsatilgan. Ha, demak o'shancha Xolmurod, Murod. O'qitga qaranglar, haqiqatan ahad bermagan ekanman. O'shancha oxirgi ikkita S qo'shgan ekanda. Oxirida ikkita S shuni beradi. Bu narsa qatdan kelib qolgan miyalariga? Endi o'zligi misol uchun o'tirib o'ylab ko'rishgan, qanaqa brend qilsak bo'ladi, boshqalarga o'xshab qolish kerak emas. To'g'ri. Nima desam ekan, takrorlanmas bir ism. Takrorlanmas, brilliant ism bo'l. Hech kimda yo'q. Shunaqa. Men boshida ko'rgandim Muradismi, aynan Muradis. Men o'ylaganman, uni chet ellikka deb o'ylaganman. Keyin qarasam Murod ism o'zbekcha. Keyin qanaqa Muradis, nimaga o'sha so'rayman, qiziq bo'ldi. Haqiqatan bildim endi Murod Elmurod. Shunaqa, ko'pchilik Murod Building firmasi deb o'ylashadi. Ko'pchilik savol beradi. Shu Murod Building firmasimi deb, yo'q deymiz. Biz alohida ulardan chiqamiz endi. Qancha bo'lgan tashkil qilganinglarga? Xo'p, o'zi ishlab chiqarish boshlanganiga salkam 10 yil bo'ldi. Muradis nomi bilan chiqayotganiga 5 yildan oshdi, xudo xolisa. Undan oldin qaysi nom bilan chiqqan? Undan oldin brend har xil bo'lgan, brendsiz ham bo'lgan orasida. Baribir zamon talabiga qarab brend уже bo'lish kerak-da, chunki bu mahsulotning yuzi. Simbolik kattalashyapti, ishlab chiqarish. Уже brend bilan ishlamasa ham bo'lmaydi. Ertaga qaysi nomi nima desa, bilmayman, nomi yo'q, benom deb qolsa, u уже bo'lmaydi-da. O'shaning uchun ham baribir nom bilan o'sha yuz bo'lib kirib keldi. Hozirgi ham 2025-2026 yilida ko'ryapmiz, shaxsiy brendga asos qo'shyapti. Shaxsiy brend hozirgi paytda sizning yuzingiz, sizning brendingiz yoki mahsulotingiz, sizning brendingiz bo'lib qoldi Murod Buildingda. Ularni ko'rganda Murod Building emas-ku. Bularni ham shokoladlarni ko'rganda Muradis degan, ya'ni brend qilingan ekan. Yana bitta savolim, 5 yildan keyin Muradis qanaqa tasavvur qilasiz? 5 yildan keyin nima desam ekan? O'zingiz tasavvuringizdagi 5 yildan keyingi Muradis. Tasavvurimiz, bizning niyatlarimiz bor. Albatta, bizning o'sha katta ishlab chiqaruvchi zavodlarimiz bor, bilsangiz, Crafers bor yoki shunga o'xshash zavodlar bor. Albatta, o'sha darajaga chiqish. Xudo xolisa niyatlarimiz katta. Demak, xudo xolisa 5 yildan keyin shu suhbatimizni ko'rib, xudo boy eplashibdi, haqiqatan ham Muradis katta gektarli joy bilan siz ochibdi, butun dunyoni egallab maqtovlarni yog'dirish hammamizga nasib qilsin. 5 yildan keyin ko'rishamiz. 5 yildan keyin inshaalloh ko'rishamiz. Chunki hamma narsa bekor miyangizga kelmaydi. To'g'ri. Biznesda qilingan eng katta xatoingiz nima bo'lgan? Endi biznesda misol uchun baribir o'zini pastu balandlari bo'ladi. Misol uchun qaysidir xatolar yoki misol uchun hozir kichkina xatolar bo'lishi mumkin. Endi ularni aytib o'tadigan bo'lsak, mahsulotda nima desam ekan, sonida adashib qolishadi bolalar. Sifati bo'yicha bizda baribir nazoratimiz kuchli, sifat bo'yicha misol uchun ishlashni deya olmayman. Chunki mahsulotni baribir ishlab chiqarayotganda har bitta o'sha liniyadan chiqqandan keyin orasidan bitta baribir yeb ko'riladi. Tepasida nazorat qiladigan xodimlarimiz bor. O'shanga sifat bo'yicha men ishlasa deya olmayman. O'sha xatoliklari bizani o'zimizdan bolalar o'sha ortayotganda yoki misol uchun skladga taxlaganda, ozgina qayerdadir bitta ikkita korobkalar yoki misol uchun sonida adashib qolishgan joylari bo'lgan. Unaqa lekin xatoliklar yo'q, chunki bizda baribir sistema bor, sistema bo'yicha ishlanadi. Bu sistemada misol uchun xatolikni siz o'z vashimchalik bilan o'zgartira olmaysiz-da. Hozirgi kunda muammo yo'q, xatolik ham yo'q. Menga yana hozir farqlarni ko'rib chiqaman. Boshqa shokoladlar bilan solishtirganda sizlarda alohida korobkalar, alohida kilolik. Demak, bu og'ir emas. Bemalol ko'tarib ketishga udobniy bo'lgan korobkada ishlayotgansizlar. Bir xilani qopda yoki qanaqadir katta korobkalarda bo'ladi-ku. To'g'ri, jigarang katta korobkalarni 4 kilo, 5 kiloliklarni aytyapsiz. Biz endi uni ham boyga aytib o'tganimdek, bozor talabidan kelib chiqib biz hamma narsani qilamiz. Hozirgi ko'rgan korobkalaringiz hammasi 2 kilodan. Hozir yana talab shunaqa bo'lyaptiki,
paket ko'rinishida 1 kilolik fasovkali kilo anaqa mahsulotni so'rashyapti. Aynan eksport bo'yicha bu ham. Chunki yangi mahsulotlarni endi ko'rar ekanmiz unda. Shunaqa o'sha fasovkada 1 kilolik fasovkada bo'ladi. Hamma mahsulotimiz, xudo xolisa. Vaflilarimizda ham misol uchun o'zgarishlar bo'lyapti. Vaflilarimiz o'zi 700 gramm, o'zi misol uchun bitta xonadon shunda bitta ko'tarib olib ketaveradi-da, yeb qo'yadi. To'g'ri, haqiqatdan ham shirin ekan. Boshqa vafliga nisbatan mazasi boshqacharoq. Har bitta shokolad maza kelyapti, kokos deydi. Oddiy vaflingizdan kokos maza kelmaydi. Men buni birinchi marta yeb ko'rdim, haqiqatdan kokosli vaflini. Boshqacha ta'm. Kokos yaxshi ko'radiganlar bemalol iste'mol qilsa bo'ladigan mahsulot ekan. Bu biznes oilaviy biznesmi yoki undan tashqari yana biznesinglar bormi? Bu endi oilaviy biznes ham deb bo'lmaydi. Bundan tashqari boshqa biznes ham bor deb aytolmayman. Chunki bizni bu yerda biznesni o'sha Elmurod aka yoki Xolmurod misol uchun tashkil qilishgan. Fokus faqat shu qandolat mahsulotlarni ishlab chiqarish. Agar bu hozir misol uchun boshqa biznesga уже agar yondashadigan bo'lsak, bu yerdagi anaqa sifat bo'yicha уже koeffitsiyenti tushib ketib qoladi. O'shaning uchun mana shuncha yildan beri ishlab kelyapti. Sifat bo'yicha misol uchun har doim birinchi o'rinda bizda. Yengilliklarda qilishda to'xtamaymiz. Misol uchun qanchadir nomlarni chiqazib qo'yib 20 ta 30 ta yoki 100 tagacha chiqazib qo'yib bo'ldi, to'xtadik. Mana shu faqat chiqazamiz demaymiz-da. Biz yana ham ustida ishlaymiz. Bozor nimani talab qilyapti? Eksportda misol uchun chet davlatlarda nimani talab qilyapti? Qanaqa mahsulot talab qilyapti? Hammasini обработка qilib, analiz qilib, yengillikda to'xtamaymiz biz. Demak, har bitta mahsulotingiz yengillanib turilar ekan. Albatta. Qancha muddatda yengillanib turadi mahsulotingiz? Yo'q, bizda misol uchun bizning mahsulotimiz yengillanib turmaydi. Yangi mahsulot, yangi nom, yangi yangi mazza qo'shasizlar. Yangi ta'mlar qo'shiladi. Bizda misol uchun nima desam ekan, 1 yilda deb aytolmayman, har oyda balkim 2 ta yoki bitta mana shunaqa. Aytganimdek, baribir uni ishlab chiqarganingizdan keyin baribir nima desam ekan, sinov muddati bo'ladi uni. Uni ishlab chiqargandan keyin biz sinaymiz, qancha o'tirib beryapti, sifatini yo'qotmayaptimi, bozor talabi qanaqa. O'shalardan kelib chiqib, keyin уже biz bozorga mahsulotimizni tarqatishga boshlaymiz. Menga yoqqan taraf mahsulotni esidan chiqmasdan ko'rsatib keting. To'y boshlab qo'yganlar uchun alohida yondashgansizlar. Shuni tushib ko'rgandagi, "Voy, buncha zo'r" degandim-da. To'y uchun alohida podarchniy qayt to'y deb yozilgan. Misol uchun oila qurgan necha yil bo'lganda ham podarka qilsa ham zo'r sovg'a, bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi yorqin rangli ekan. Menga ranglar yoqdi ko'proq. Chunki o'zim ko'proq yorqin dizayn tomonlama. Chunki hozirgi paytda odamlarning kayfiyati ham rangi yorqinligiga bog'liq bo'lib qoldi. Hozir chunki odamlarning muammosi ko'payib ketib qoldi. Har bitta oilada o'zining problema, muammolari bor. Yorqin ranglarni ko'rganda odam haqiqatan xursand bo'ladi. Men ham kelib ko'rib, chunki o'zim yaxshi ko'raman yorqin ranglarni. Ko'rib har bitta mana ranglarni ko'rasizlar, alohida yondashgansizlar. Alohida ranglar qizil, har doim e'tibor tortadigan rang. O'zlarini bu anaqasi ham qizil qilishgan ekan. Bekorda qilmagan ekan dedim. Chunki Coca-Cola ham bekorga qizil tanlamagan ekanda. Agar o'rganib chiqsak, nega aynan O'rikzor tanladinglar? O'rikzorni tanlaganimiz baribir o'sha 12 ta viloyatimizga O'rikzordan tarqalishi, o'sha nima desam ekan, baza desa ham bo'ladi. Butun viloyatlar, butun dunyo kelib, hattoki xitoyliklarni ham ko'rdim. Videoga nimaga Instagram kanalimiz O'rikzor savdo kompleksi o'tsanglar, Instagramda xitoylar tashrif buyurgan Murad tashlab oldik. Yaxshi ruxsat berishdi video olishga. Ular bilan video oldik. Haqiqatan xitoyliklar ham darajada Muraddan mahsulotni olar ekan, hamma Xitoydan keladi deysizlar. Bizlarning davlatimizdan ham Xitoyga borar ekan shokoladlar. Oxirgi savolim, har bitta korxonaning o'ziga yarasha shiori bo'ladi. Shiorimiz bor. Murada siz ruschada "Мы знаем вкус радости" degan, o'zbekchada quvonch ta'mini bilamiz. Demak, bemalol yeb haqiqatan zo'r shior topgan ekansiz. Yeganda, mana bilgan bo'lsanglar, boy yeb ko'rganda xursand bo'lib, bari sladkiy narsa odamlarga xursandchilik bor, pozitivlikni uyg'otar ekan. Demak, mazza qilib zo'r shior, yaxshi shior ekan. Faqat o'g'irlab olish yo'q, faqat bu Muradga. Bizga bergan vaqtingiz uchun ham bitta bergan ma'lumotingiz uchun rahmat kattakon. Xudo xolasa endi niyat qilib qo'ydik, agar yaxshi prosmotr odamlar talablari ko'proq bo'lsa, korxonangiz alohida kelib, ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rsatsangiz odamlar uchun qiziq bo'ladi. Qaysi korxonalar qaysi mahsulotlar ishlab chiqaryapsizlar, nima qilyapsizlar, keyin xudo xolasa keyingi safar kelganimizda boshqa davlatlarga ham eksport qilamiz deb 10 ta 15 davlatlarni aytishinglarni tilab qolamiz. Agar kuzatuvchilarimizga fikrlaringiz bo'lsa, bemalol bildirsangiz bo'ladi. Avvalambor sizga ham kattakon rahmat. Shunchalik vaqt ajratib keldingiz, bizga shu qiziqish bildirib, mana ommaga baribir ko'rsatib, tanishtiryapsiz.
Rahmat sizga kattakon. Obunachilaringizdan so'rab qolamiz, agar vaqtligi bo'lsa bemalol kelib, bizning mahsulotlarni yeb, ta'mini ko'rishligi mumkin. Biz mehmon do'stmiz. Kayfiyati yo'li ham bemalol kelib, kayfiyatini ko'tarib ketishi mumkin. Boyga aytayotganimdek, shiorimiz bo'yicha bizda shunaqa. Haqiqatan ham bemalol kelib, kayfiyatlariga kayfiyat qo'shib qolamiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Sizlarni yaxshi ko'raman, sizlarni kutib qolaman. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu videoni iloji boricha yaqinlarga ham jo'natib qo'ying, chunki bu mahsulotni butun dunyo tanishiga siz ham o'z hissangizni qo'shing.